Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Beg'ot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugun 2025-yil sanamiz 15-may kuniga sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bugungi ma'lumotim ko'chatlarimizda holatini ko'rsatmoqchiman. Mana bugungi kungacha ko'chatlarimiz qanday holatda? Bular anavisi Pandora. Juda chiroyli o'syapti mana. Hosili ham bor, mana nishona hosillari bor. Nishona hosil. Pandora. O'sishi juda kuchli o'syapti mana. Bunisi ham Pandora. Bunda ham nishona hosillari bor. Yonida yana Zeus bor. Zeusda ham nishona hosil bor mana. Do'stlar, qaymatlarimiz juda yaxshi ko'payapti. Dneprovskiy kvartali bu. Mana shunday ishlar do'stlar. Bunisi nima ekan bunisi? Poltavskiy manikyur. Mana endi uyg'onib qoldi bu ham. Uyg'onyapti. Bunisi Dneprovskiy suyunir bu ham. Ko'payapti bu ham. Zeus ham juda kuchli o'syapti do'stlar. Zeus hozir kunda 18-20 santimetr do'stlar. Zeus. Yangi sortlar. Bu sezondagi videolarimizni o'tkazmasdan kuzatib boringlar do'stlar. Eng qiziqarli navlar, eng yaxshi sortlar, Amerika kishmishlari, Ukraina, Yaponiya sortlari bor deyilgan. Eng qiziqarlisi hozir Pandora bo'lyapti. Mana Pandora donni qattiqligi ham urug'siz Amerika kishmishi. Xudo xolasa hosillarni ham ko'rsatamiz. Kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Bu yoqda ko'chatlarimiz mana to'yga qilingan ko'chatlarimiz bilan mana shu buyurtga qilingan hamma mehnatimiz samaralari. Do'stlar,